kelishi mumkin. Ozgina endi servitsit eroziya oldi holat, chunki siz kuydirganingizga hali hech qancha vaqt bo'lmadi. Endi keyingi boyagi so'ragan narsangiz, men 2 marta topshirganimda 2 xil titr chiqazaverdi. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Bitta PCR-shik, qo'shimcha DNK tushib qolmagan bo'lishi kerak, juda ham toza holatda tekshirish kerak. Bitta sababi mana shuning uchun 2 xilni chiqazib bergan bo'lishi mumkin. Keyingi yana mana shunaqa 2 xil ko'rsatkich berishiga bo'lgan sabab bu olayotgan odamda. Imенно toshgan joyini o'zidan olmasa, viziliniyadan boshqa narsa tushadi. Aniq xos fiks joylari bor, o'sha yerdan olsa hech narsa chiqmaydi. Imенно toshgan joyini o'zi, servikalniy kanal deb mana hozir bitta turibdi uzun bo'lib, o'sha joyi o'zidan olmasa, yo отрицательный beradi yoki boshqa shtamp beradi. Mana shu narsa uchun bitta 2 xil ko'rsatkich bo'ldi. Hozir masalan men buni o'zim tekshirtirmadim, yo sizdagi atvetga men hali qaraganim yo'q. O'shaning uchun men hozir buni onkogenniy shtamp